O'sha Yahudiyga xizmat qildilaring shu kungacha. Islom ummatini parokanda qilding. Kim din bo'yicha eng past tahlilni berdi? Ha? Eng past siyosiy tahlilni berdi. Hayoting davomida qara, hozir tomog'iga tiqilgan suyaksanlar Suriya hukumati uchun. Ha, biz Damashqda bo'lsak, Damashqdan turib G'olon tepaliklarini olamiz. Damashqni olishimiz kerak oldin deganmidilaring? Qani G'olon tepaliklariga yurlaringchi bir ko'raylik sanlardi. Qani? Qiziq bir anaqa eshitib qoldim. Bu Abdullah Zupar degan bitta sharlatan bor. Ruvaybiza hadis shariflarda kelgan. Ruvaybiza kim desa, ummatning dardidan gapiradigan pastkash. O'zi ummatning ichida bir tiyinga qimmat bo'ladi. Nasl nasabi, hayot tarzi ummatga aloqasi bo'lmaydi, lekin ummatning dardini gapiryapman deb chiqadi. Ruvaybiza. Shu Ruvaybiza 1 minut 1,5 minutlik gapini eshitib qoldim. Qarang, gapni qarang. O'zbekiston siyosatiymish, din bo'yicha to'g'ri tahlilni bermayotganimish. Eng pastkash tahlilni berayotganimish, eng pastkash tahlilni Abror Muxtor Ali berayotganimish. Ashrol deyapti endi. Men berayotganimishman, eng pastkash noto'g'ri tahlilni men berayotganimishman. Endimish men tupikka kirib qolganimishman. Gapga e'tibor bering. Men tupikka kirib qolganimishman. Oldinga yo'l yo'q emish, faqat tavba qilishim kerak ekan. Astagfirullah va atubu ilay. O zappa. Zopar. Sen bunu oynaga qarab gapirdingmi? Ha, o'zingdan o'zing ilhomlanib? O'zingdan o'zing ilhomlanib gapirdingmi? Kim din bo'yicha eng past tahlilni berdi? Ha? Eng past siyosiy tahlilni berdi. Hayoting davomida qara. O zappa. Zopar. Sen bunu oynaga qarab gapirdingmi? Ha, o'zingdan o'zing ilhomlanib? O'zingdan o'zing ilhomlanib gapirdingmi? Bir qarasa eshitga o'ynash bo'lding. Eshitdan homilador bo'lib qolib, eshit seni tashab ketib olgandan keyin taloq qilingan xotinga o'xshab eshitni yomonlash boshlading. Bir qarasa Jabhatin Nusrani kofir deding, qoni halol deding. Ha? Qoni halol buni deding. Undan keyin seni ana o eshit o'ynashing haydab olgandan keyin kelib Jabhatin Nusraga turmushga chiqding. Hop, pastkash. Jabhatin Nusrani endi bu to'g'ri yo'l deding. Bir paytlar Erdo'g'onni kofir deding. Bu aytgan kofir degan gapingni din deding. Islom deding. Kim bunga qarshi chiqsa kofir, Alloh va rasuliga dushman deding. Ozgina o'tgandan keyin Erdo'g'on to'g'ri siyosat yuritayotgan ekan. Men kelgandan keyin bildim deding. Bir qarasa bizni saroy mulla deding. O'zing Turkiyaning siyosatiga saroy mulla bo'lganingdan keyin kel Turkiyaga saroy mulla bo'l, menga o'xshab deding. Kim siyosiy tahlilda tupikda, kim pastkashlikda? Senga ishongan odamlarga ham, bolalarga ham rahmim keladi. Seni atrofingda shunchalik botqoqqa botganingni ko'ra bila turib ham seni gapingga ha bu zo'r gapirdi deb yurgan odam u dunyoni o'zida azobga mustahiq ular. Oxiratda sharmanda bo'lishligi mana shu ketishda tavba qilmasa sharmanda bo'ladi. Endi kim tupikda? Abdullah Zupar, kim tupikda? Bizmi tupikda? Biz qilgan tahlil bo'yicha sanlar olamiy jihod deyotgan o'sha ishit bo'ladimi, Jabhatin Nusra bo'ladimi, Jayshul Hur bo'ladimi, hammang demokratiya uchun xizmat qildilaring deb boshidan beri aytib kelayotgandik biz. Ha? Boshidan beri O'zbekiston ham demokratik davlat. Nima qilasan yangi demokratik boshqa davlatga qurol ishlatib joningni fido qilib? O'zbekistonga xizmat qil. O'zbekistonda islomga bo'lgan ya'ni musulmonlarga bo'lgan xizmat boshingdan oshib yotibdi. Otang bor, onang bor, shularga xizmat qil deb keldik. Kim tupikda? Ha? Kim tupikda? Borib nima bo'ldi? Suriyada demokratik davlat qurishdi. Hozir
tomog'iga tiqilgan suyaksanlar Suriya hukumati uchun. Chiqarib tashay desa, unga bo'lmayapti. Yutib olay desa, yutilmayapsanlar. Kim to'piydi? Abdulla Zupar kim to'piydi? Endi odatda hani fohisha xotinlar qo'lga tushib qolsa, qalbim pok deyish deb baqirishni boshlaydi-yu, xuddi shu ishni qilyapsan sen. Eshitga o'ynash bo'lding, eshitdan bid'at homilador bo'lding. Uni tug'olmasdan zinodan paydo bo'lgan bid'at tushunchangni tug'olmay yuruvding, eshit seni taloq qildi, haydab yubordi. Endi borib Jabhatun Nusraga qo'shilding. Jabhatun Nusra seni qabul qildi. Nimaga? Bu fohisha dedi, bizga ham o'ynab beraveradi dedi. Sendan foydalanmoqchi bo'lishdi. Endi hozir Jabhatun Nusra ham yo'q. Ya, endi hammasi hozir Suriya hukumati deyapti. Kim to'piydi? Orqaga yo'l yo'q deyapsan. O'zing aytyapsanmi? Bitta yo'l tavba qilish deyapsan. O'zing aytyapsanmi ish qilib? Sen tavba qilishing kerak. Nechta odam senga o'xshagan iflos, haromdan bo'lgan sharlatanning gapiga kirib qancha oila halok bo'lib ketdi? Ha? Menga yig'lab telefon qilib, lichkamga yozib qancha odamlar Abdulla Zuparni ushlasam, qornini yoraman deb yuribdi. Shu iflosni, shu haromini gapiga kirib, oilam parokanda bo'lib ketdi. Qo'lim qonga botdi, musulmonni qoniga botdi. Qiyomatda nima deb javob beraman deb yig'layapti. Yo Abdulla Zupar. Sen bizni tupikda deyapsanmi? Ha? Siyosiy tahlilni biz eng past razil holatda tahlil qildikmi? Tahlilimiz %100 to'g'ri chiqdi-yu. Bir paytlar aytgan edim men. Golan tepaliklarini yahudiylar olib qo'ygan. Nima qilasanlar Suriya hukumati bilan urushib? Bor yahudiylardan Golan tepaligini qaytib ol. 3-4 kilometr desam, menga xarita chizib bergan edilaring. Seni o'sha tarafkashlaring xarita chizib bergan edi. Mana biz hozir Idlibdamiz. Idlib bilan Golan tepaliklarini orasi palon 1000 kilometr. Sen xaritani bilmasan ekansan degandilaring. Ha, biz Damashqda bo'lsak, Damashqdan turib Golan tepaliklarini olamiz. Damashqni olishimiz kerak oldin deganmidilaring? Ha? Bizni xatoyimiz ham bizni foydamizga ishlaydi. Senlar o'zlaring tilingdan ilindilaring o'shanda. Mana Damashq hozir senlarni qo'lingda. Senlarning tasavvuring bo'yicha. Qani Golan tepaliklariga yurlaringchi bir ko'raylikchi senlarni? Qani? Senlarni musulmondan boshqa muammolaring yo'q. Senlarni faqat muammolaring musulmonlarga qarshi. Yahudiyni itdan bo'lgan bolasisanlar. O Abdulla Zupar. Yahudiyni itdan bo'lgan bolasisan sen. O'sha yahudiyga xizmat qildilaring shu kungacha. Islom ummatini parokanda qilding, yoshlarini boshini aylantirding. O'zingcha Abduvali Qorakaga taqlid qilib gapirib odamlarni boshini aylantirding. Abduvali Qoraka tirik bo'lganda yuzingga tupurib yuborardi sen hezalayni. Hezalak. Yoshlarga xitob do'stlar. Ko'zinglarni ochinglar. U hissiyot bilan qorniga dam urib olib gapirayotgan Abdulla Zuparga o'xshaganlarni makriga aldanmanglar.